بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم hürmetli قېرىنداشلار. Vahiy penceresi programımızın 26. sanıga kelganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Qadrli qېrىنداشlar, hammanglarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda islom shahidi Sayyid Qutb rahimahullohning Fi Zilalil Qur'on soyisida nomli tafsirining birinchi parasini diqqatinglarga sunib kelyapmiz. İnşallah bugun ham kelgan yerimizdan boshlab o'tgan soatlarda kelib to'xtagan yerimizdan boshlab davomlashtiramiz. Biz o'tgan soatlarda Sura Baqaraning 104-oyatidan 123-oyatigacha bo'lgan oyatlarning sharhisida biroz to'xtalgan bo'ldik. Inshaalloh bugun ham shuning oxirini davomlashtiramiz. Qadrli qarindoshlar, oldi bilan biz Sura Baqaraning 104-oyatidan 110-oyatigacha bo'lgan bu oyatlarni arabcha tekstini oldi bilan diqqatinglarga sunib, chunki bu iman etqanlarga xitob degan kichik bir bölüm paragraf bilan boshlandi. Bugungi sonimiz oldi bilan qalbimiz bilan bu oyatlarga quloq solaylik. Undan keyin buning qisqacha ma'nosini bilgandan keyin yana sharhlashga boshlaymiz. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Ey mu'minlar, payg'ambarga ra'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. So'zni quloq selib anglanglar. Kafirlarga qattiq azob bordir. Haqqoniyat da'vatini qabul qilishni inkor qilgan va bu kishilar mayli ahli kitob bo'lsin yoki mushriklardan bo'lsin, hammasi sizlarga Parvardigoringlar tarafidan biror yaxshilikning nozil bo'lishini hargiz yoqtirmaydi. Ammo Alloh kimni xolasa o'z rahmati uchun tanlaydi. Alloh eng buyuk fazl ato qilg'uchidir. Qandaqli bir oyatimizni amaldan qoldirsak yoki unutildirsak, uningdan texmi yaxshirog'ini yoki hech bo'lmaganda shuningga o'xshash birini keltiramiz. Bilmamsanki, Alloh har narsaga qodirdir. Bilmamsanki,
osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansubdir va sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir. Acaba ilgari Musodan so'raganga o'xshash savollarni sizlarmi payg'ambaringlardan so'ramoqchi bo'lamsizlar? Halbuki kim iymonini kufriga tegizsa, u haq yo'ldan ozgan bo'ladi. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar har nima qilib sizlarni iymoninglardan yondirib, kufrlikqa qaytarishni orzu qiladi. Haq ularga ayon bo'lib bo'lgandan keyinmi hasad qilish yuzidan sizlarga nisbatan shunda xohishda bo'ladi. Allah o'z qarorini ijro qilganga qadar ularga javoban apuchalloq bilan ish tutinglar. Xotirjam bo'linglarki, Allah har narsaga qodirdir. Namozni barpo qilinglar, zakotni beringlar. Sizlar oqibatlikinglar uchun oldin yo'llig'ininglarning hammani Allohning dargohida mavjud holda uchirtsizlar. Allah haqiqatan qilayotganinglarni ko'rib turg'uchidir. Xo'sh qarindoshlar, bu bölümning boshlang'ich qismidagi ilohiy xitobning yo'nalishi iymon etganlarga qaratilgan bo'lib, ularni boshqalardan ayirgan, Robbiga va payg'ambar alayhissalomga mahkam bog'lagan, shundaqli chin qalbidan haqqa itoat qildirgan sifatlari bilan xitob qilinadi. Alloh taolo ularni shundaq sifat bilan chaqirib yo'l yo'riq beradi. Ularni payg'ambar alayhissalomga xitob qilganlarida ra'ina bizgimi quloq sol degan so'zni ishlatishdan man'i qilib, uning o'rniga arab tilida uning bilan ma'nodosh bo'lgan unzurna bizga qarag'in degan so'zni ishlatishni buyuruydi. Shu jarayonda Qur'on ularni qat'iy itoat qilishga buyurib, kofirlarning makoni qattiq azob bo'ladiganligi bilan qo'rqitdi. Alloh subhanahu va taolo deydi-ki: Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ey mu'minlar, payg'ambarga ra'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. So'zni quloq selib anglanglar, kafirlarga qattiq azob bordir. Mufassirlar ra'ina degan so'zni ishlatishdan man'i qilishdagi sabab haqida to'xtalib, ba'zi aqlsiz yahudilar bu so'zni bizgami quloq solg'in degan ma'nini bildiradigan shaklda emas, balki galvang degan ma'nini bildiradigan shaklda talaffuz qilishadi. Bu orqali ular payg'ambar alayhissalomga haqorat qilishga, uning shon sharafini tushirib, qo'rsoq ko'pigini chiqarib olishga tirishadi. Ular payg'ambar alayhissalomga oshkora bir narsa deyishga jur'at qila olmaganligi uchun iflos tabiatlik bir qism yahudilar tilini qasdan agri-bugri qilib, payg'ambar alayhissalomga chondurmay satgap qilib olishga tirishadi. Shunga yahudilar ashundaq razil maqsadlari uchun ishiltiyotgan u so'zni musulmonlarning qat'iy ishlatmasligi kerakdiki, shunda qilib yahudilarning razillik qilishiga yuchuq qoldirmaslik lozimligi uqtirilgan. Yahudilarning payg'ambar alayhissalomning sha'niga hurmatsizlik qilish uchun bundaq razil vositalarni qo'llanganligi bu badbaxtlarning qalbida payg'ambar alayhissalomga va islom harakatiga qarata qandoq adovat saqlanganligini, buning uchun har qanday sharmandalikni qilishga tayyor turadiganligini, undaq hech bir fursatni qo'ldan bermaslikka tirishadiganligini ochiq ko'rsatib berdi. Bundaq paytda u xil so'zlarni ishlatishning ilohiy vahiy orqali man'i qilinayotganligi bo'lsa, Alloh taolaning payg'ambar alayhissalomga va islom harakatiga har doim pasiban bo'lib ko'z silib turayotganligini hamda ularni razil dushmanlarning makrona suiqastlaridan qo'g'dab turayotganligini ifodalab beradi. Ondan Alloh taolo musulmonlarni ogohlantirib, ularning qalbining musulmonlarga qarshi naqadar hasad, uch adovatlar bilan to'lib ketganligini, shunga hammali chog'da musulmonlarga dushmanlik qilib azor yetkazishga tirishadiganligini, buning sababi Allohning o'z fazlini musulmonlarga ato qilganiga chidab tura olmaslik ekanligini aytib beradi. Alloh taolo bu tafsilotlarni musulmonlarning o'z dushmanlaridan hushyor bo'lishi, shundaqla dushmanlarining yuragini ko'ydirayotgan shu iymonda mahkam bo'lishi hamda Allohning ularga qilgan shu alohida marhamatiga shukr qilishi va uni muhofazat qilishi uchun aytib beradi.
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Haqqaniyet davetini qabul qilishni inkor qilgan bu kishilar mayli ahli kitob bo'lsin yoki mushriklardan bo'lsin, hammasi sizlarga Parvardigoringlar tarafidan biror yaxshilikning nozil bo'lishini hargiz yoqtirmaydi. Ammo Alloh kimni xolasa o'z rahmati uchun tanlaydi. Alloh eng buyuk fazl ato qiluvchidir, deydi Alloh subhanahu va taolo. Allah Teala bu yerde ehli kitaplar bilen müşriklerden ibaret her iki firqini kafirlar qatarıga kirgizdi. Çünkü bu her ikili firqa ahir zaman peygamberini inkar kılmakta idi. Bu cihetten her ikilisinin salahiyeti o'xshash idi. Her ikili firqanın kalbi Müslümanlarga karşı hasad, üç adavet bilen to'lgan idi. Her ikili firqa o'xshashli Müslümanlarning birer yaxshilikqa muyassar bo'lishini xohlamaydi. Ularning chidamaslik qilayotgani musulmonlarning dini bo'lib, Alloh taolaning bu ulug' fazilatga ularni qo'yib, musulmonlarni tanlaganligiga ichi etishadi. Ilohiy vahiyning Qur'on shaklida musulmonlarga nozil bo'lganligi, ularga islom ne'matining ato qilinganligi, yer yuzining eng muqaddas e'tiqod amonatining musulmonlarga topshirilganligi, mana bularning hammasi ularning g'azabini qo'zg'ayotgan amillar edi. Bundan ilgari Yahudilarning Allohning o'z fazlini bandalaridan xoliqiniga ato qilishiga chidamaslik qilganligi, hatto ularning ishchi torligi payg'ambar alayhissalomga vahiy nozil qilinganligi uchunla Jibril alayhissalomni o'ziga dushman tutadigan darajaga yetganligi bayon qilingan edi. Bu yerda shuningga o'xshash vallohu yaxtassu bi rahmatihi man yasha, ammo Alloh o'z rahmatiga kimni xolisa shuni tanlaydi. Hem de peygamberler amanetining kimga berilishi kerakligini Allah o'zi eng yaxshi biladi. Navoda hamda bu amanet Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'ge berilgan ve musulmonlar onunga iman keltirgan bo'lsa, bunun ma'nosi Allah'ның ilmida bu amanetning huddisidan Muhammad aleyhisselam bilan musulmonlarning chiqalaydiganligi mavjuddir deganlik bo'ladi. Vallahu zul fadlil azim. Allah nihayeti katta fazil egasidir. Peygamberlik ni'metidan mı katta ni'mat, iman boyligidan mı ortiq boylik, islom da'vatchiligidan mı üstün mertebe bo'lmaydi qarindoshlar. Bu ishbada orqali Allah Taala o'zining mu'minlarga qanday katta fazil rahmat ato qilganligini bildirishni, ularning engida iman tuyg'usini jonlantirishni maqsad qilmoqda. Bunun aldıda mı Allah'ın müminlerge bolgan şu katta ihsani yüzsedillah kafirlar kalbinin hasad ve üç adavetlerge tolup ketkenleki tasvirlep verilgen. Ve onlardan hoşyar duruş lazımlığı bildirilgen bulup, onun da mı Müslümanlarının ihtiyaccan buluşu, Yahudilerinin suikastlarına karşı sezgür buluşu maksat kılınan idi. Demek Yahudilerinin tarixtip yürüyen vesvese, şek, şübhilerine karşı Müslümanların vücududa şu xil his tuygu, onundan kiyim hatta hazırgacha kadar Müslümanların kalp iddiasideki iman itikadını acizlaştırışqa tirişip gelmekte. Onların hasad qiladiğini del iman bayliqidan ibarettir. Çünkü Müslümanlar şu arkalıkla onlardan üstün imtiyazlık halga kelgan bo'ladi. Xuddi yuqorida bayon qilganimizga o'xshash qarindoshlar, Yahudilar ig'vogarchilik hujumini Qur'onning ba'zi oyatlaridagi hukmlarining amaldan qoldirilishidan bo'libmi qiblaning Baytul Muqaddasdan Baytulloh tarafga yo'tkilishidan boshlagan edi. Chunki bu voqea Yahudilarning da'vosining muhim isbotini amaldan qoldirgan bo'lib, shunga ular iflos ig'vogarchilikni kuchaytgan edi. Allah Teala bunun qarata ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha. Qandaqlı bir ayetimizni amaldan qoldirsak yoki unutildirsak, uning texmi yaxshirog'ini yoki hech bo'lmaganda uningga o'xshash birini keltiramiz deydi. Bu oyatni ko'zda tutilayotgani xuddi uningdan keyingi so'z va mazmun tartibida bilinib turganiga o'xshash qiblaning o'zgartirishi bo'lishi mumkin.
yoki musulmonlar jamoatiga yetakchilik qilish uchun Qur'on ahkomlarida va yo'l yo'riqlarda o'xshash bo'lmagan sharoitlarga ko'ra ilib berilayotgan qisman o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Va yoki garchi Qur'on Tavrat bilan Injilni umumliq nuqtasidan barhaq deb qarasimi, biroq Tavrat bilan Injilga solishtirganda ahkom nuqtasidan ilib berilgan nurg'un o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Mayli har uchilisi yoki shulardan birarsi ko'zda tutilgan bo'lishi va yoki ayni chog'da musulmonlarning e'tiqodiga gumon selish uchun yahudiylarning qilib yurgan ig'vogarchilik hujumiga qartilgan bo'lishi mumkin. Har holda ko'zda tutilgani mayli nima bo'lishidan qat'iy nazar Qur'oni Karim bu yerda ahkomlarning o'zgarishi va amaldan qoldirilishi to'g'riliq ro'shan yo'l yo'riqlarni berib, yahudiylarning har xil shakllari bilan islomga qarshi tarqitib yurgan fitna ig'volarini bitchit qilib tashlaydi. Payg'ambarning hayot vaqtida ahkomlarning qisman o'zgarib turishi insonlarning o'ziga manfaatli bo'lib, o'xshash bo'lmagan har bir vaziyatning taqozzosiga binoan insoniyatning yaxshiligi uchun ma'lum o'zgartishlar elib beriladi. Chunki insonlarni yaratganmi, payg'ambarni avatganmi, ahkomlarni nozil qilganmi, dal ashu Alloh subhanahu va taolo bo'lib, butun ishlar uning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi. Alloh taolo har qanday oyatni amaldan qoldirsa yoki unutildirsa, oyat mayli tilda o'qiladigan Qur'onning ahkomlaridan iborat bo'lsin yoki o'xshash bo'lmagan vaziyatlarda payg'ambarlarning qo'li orqali yuz beradigan turli favqulodda voqealardan iborat tabiiy va g'ayri tabiiy mo'jiza alomatlar bo'lsin, mayli nimalar bo'lishidan qat'iy nazar Alloh uning o'rniga uningdan yaxshiroq birini keltiradi. Hamma narsaning xo'jayini Alloh taolodir. U hech narsaning oldida ojiz emas. Zimin va osmondagi butun ishlar uningla qudrat elikida bo'ladi. Mushu vajidilla Alloh taolo alam ta'lam annalloha ala kulli shay'in qodir. Alam ta'lam annalloha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Bilmamsanki Alloh har narsaga qodirdir. Bilmamsanki osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansubdir va sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir deydi Alloh subhanahu va taolo. Musulmonlarga bu yerda qilinayotgan xitob ham nasihat, ham ogohlantirishni tangli o'z ichiga olgan bo'lib, bu xitob musulmonlarga bir vaqtda ham nasihat, ham ogohlantirishni tangli o'z ichiga olgan bo'lib, mu'minlarning birdan bir do'stining Alloh ekanligini, uningdan boshqa hech bir do'sti va yordamchisi yo'qligini aslatadi mu'minlarga. Buni aslatadi. Buni aslanglar ey mu'minlar deganni ishorat qiladi. Bu yerda bu xil ogohlantirish uslubining ishlatilishi balkim bir qism musulmonlarning yahudiylarning ozg'un ig'vogarchiligiga va soxta o'yinlarga oldinib, payg'ambar alayhissalomdan mukammal iymon va mustahkam ishonchga qat'iy yarashmaydigan savollarni so'rashga boshlaganligi sababidan bo'lsa kerak. Shunga Alloh taolo musulmonlarning undaq savollarni so'rab yurishini yoqtirmagan holda ochiq ogohlantirish berib, أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Acaba ilgiri Musa'dan so'raganga o'xshash savollarni sizlarmi payg'ambarlardan so'rmoqchi bo'lamsizlar? Halbuki kim iymonni kufrga tegizsa, u haq yo'ldan ozg'an bo'ladi, deydi Alloh subhanahu va taolo. Allah Taala bu yerda mu'minlarga alohida ogohlantirish berib, ularning Musa alayhissalomning qavmiga o'xshash behuda munozirlarda bo'lmasligini, ortiqcha dalil va g'ayri tabiiy ishlarni talab qilmasligini bildirdi. Chunki Bani Isroil qavmi o'z payg'ambarini xafa qilish uchun shunday ishlarni qilishadi. Xuddi ilgari bayon qilinganiga o'xshash Musa alayhissalom ularni biror ishga buyurgan yoki Allohning biror yo'l yo'riqini yetkazgan hamon behuda munozirlarni qilib yurish ularga odat bo'lib qolgan edi yahudiylarga. Alloh taolo musulmonlarni bundaq pozitsiyaning tabiiy oqibatlaridan ogohlantirdi. Chunki bu xil pozitsiyaning tabiiy oqibati ozg'unlik, iymondan keyin kufrlik bo'lishdan boshqa bo'lmaydi qarindoshlar.
Bani İsrail qavmi dal ashu oqibatga yetib kelishgan bo'lib, amdilikda ular musulmonlarning va shundoq oqibatga duchor bo'lishini orzu qilishmoqda edi. Shunga Alloh wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar har nima qilib sizlarni iymoninglardan yondirib kufrlikqa qaytarishni orzu qiladi. Nima uchun? Haq ularga ayon bo'lib bo'lgandan keyinmi hasad qilish yuzidan sizlarga nisbatan shunda xohishda bo'ladi dedi. Sababini deb qo'yibdi. Ularga haq ayon bo'lib ro'shan bo'lib bo'lgandan keyinmi hasad yuzidan, hasad qilish yuzidan sizlarga nisbatan shunda xohishda bo'ladi dedi Alloh subhanahu va taolo. Demak, hasadxo'rlik intayin nachar xususiyat va axloqiy kasallik bo'lib, insonda boshqa barliq kishilar yaxshiliklarning har qandaqidan quruq qilib, hidoyat yo'lini topolmaskan degan xohishni paydo qiladi. Buning sababi nima? U xil chupranda hasadxo'rlarning haqiqatdan xabarsiz qolganligimi? Buning sababi ajiba ana shu xil chupranda hasadxo'rlarning haqiqatdan xabarsiz qolganligimi? Yo'q. Aksicha ular haqiqatni nihoyat pishiq biladi. Faqat ichidagi hasad tufaylidirlar ashunda xohishda bo'ladi. Alloh shunga hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Haq ularga ayon bo'lib bo'lgandan keyinmi hasad qilish yuzidan sizlarga nisbatan shunda xohishda bo'ladi deb ularning nima uchun qilayotganligi, nima turtki bo'lganligini ochiq oshkora o'z kitobida bayon qilaqliq. Yahudilarning qalbida islomga va musulmonlarga qarshi hasadxo'rlikning iflos, razil tuyg'ulari ilgari qandoq saqlangan bo'lsa, hozirmi yana shundoq saqlanib kelmoqda. Va qiyomatgacha saqlanib keldi qarindoshlar. Ularning islomga qarshi elib borgan butun dushmanliklarining va tuzishgan barliq suiqastlarining manbasi dal ashu tuyg'ulari edi. Bugungi davrdami ularning qilmishi yana shu pati davom qilmoqda. Qur'oni Karim musulmonlarning masalaning tagiga yetib bora olishi uchun bu haqiqatni tafsiliy bayon qilib bermoqda. Yahudilarning islomga va musulmonlarga qarshi davomlashtirayotgan bu izchil suiqastlarining orqada rol o'ynayotganini, musulmonlarning iymonini kordan chiqarish, ularni ilgari mubtilo bo'lgan va Alloh iymon ne'mati orqali nijotlikka chiqargan ashu kufrlik patqiga qaytadan tiqib qo'yish xohishidan iborat ekanligini aytib bermoqda. Kim aytib bermoqda? Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo. Mana bu haqiqatlar oydinlashib, Yahudilarning hasadxo'rligi va hil-nayranglari ayon bo'lgandan keyin Qur'oni Karim musulmonlarga Yahudilarga o'xshash pastkash o'y-xiyollarda bo'lmaslikni tavsiya qiladi. Hasadga hasad bilan, razillikka razillik bilan javob qaytarmaslikka, balki toki Allohning qarori kelguncha apuchallik bilan muomala qilishga chaqiradi. Va deydiki, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallohu bi amrihi innalloha ala kulli shay'in qadir. Allah o'z qarorini ijro qilganga qadar ularga javoban apuchallik bilan ish tutinglar. Xotirjam bo'linglarki, Alloh har narsaga qodirdir. Alloh taolo sizlarga yoqtirib bergan yo'lda mengayveringlar. Uningga bandichilik qilib, ko'plab yaxshi ishlar bilan shug'ullaninglar va uning huzuriga savob to'planglar. Wa aqimus solata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indalloh innalloha bima ta'maluna basir. Namozni barpo qilinglar, zakatni beringlar. Sizlar oqibatinglar uchun oldin yo'llig'ininglarning hammani Allohning dargohida mavjud holda uchirtsizlar. Alloh haqiqatan qilayotganinglarni ko'rib turg'uchidir, deydi Alloh subhanahu va taolo. Shunda qilib oyatning yo'nalishi musulmonlarning ong tuyg'ularini uyg'otishga va ularning diqqatini xiyim xatarning asli markaziga, nadin xiyim xatar va ya'ni suiqaslarning zodi qayerda tuzildiganligiga burashga yo'tkiladi. Nada tuzilyapti? Asli xiyim xatar markazi nada buningki? Suiqaslar zodi qayerda tuzilib chiqyapti?
degandan iborat bu nuqtaga burashqa yo'tkiladi. Shu orqali musulmonlarni yahudiylarning iflos suiqastlariga va pastkash hasadxo'rligiga taqobil turish uchun hozirlaydi. Biroq bu hozirlikdan keyin musulmonlarning ong tuyg'ularini Alloh tarafga markazlashtirib, toki Allohning hukmi kelganga qadar butun harakatini Allohning amriga topshirishga buyuradi. Ularga apuchallik bilan ish tutishi, qalblarini hasad o'ch adovatlardan pok tutishi, butun hukmlarining va irodalarining egisi bo'lgan Allohning buyrug'ini kutishi lozimligi ta'kidlanadi. أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاقي إذا ما عشت لا أنسى إلهي به أسمو من الأخرى المراقي يعز علي ترك الحب عندي ولو بلغت بي الروح التراقي تركت جميع خلق الله دوني شغلت عن الخلائق باشتياقي. Qadrli qarindoshlar, shunday qilib bugungi vahiy panjasi programmamizning 26-soni vaqt munosabati bilan bu yerda oyoqlashdi. Inshaalloh kelar qatimqi yangi bir sonda ko'rishga sizlarni Janobi Alloh subhanahu va taologa topshiraman. Qadrli qarindoshlar, har qatim deb kelayotgandek dunyoning har qaysi joylaridagi barliq qarindoshlarimiz uchun, qarindoshlaringlar uchun ijobatli duolaringlarda duo qilib qo'yishinglarni, shundaqla kamina ojizlar ham shu duolaringlarda aslab qo'yishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Alloh umr bersa, kelar qatimqi programmamiz ko'rishgacha sizlarni ana shu Robbim, ana shu ulug' egamiz bo'lgan Alloh subhanahu va taologa topshiraman. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. ليس سواه في الأكوان شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق. شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق. أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاق.